Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana yangi obzordagi metal sveti rangimiz. Xo'p, bu ishlarimizni ko'rasizlar, baho beringlar. Ana katisalariga ham bahonasi akrillari, chiroyli kashtan firmalari akrillarida bo'lgan. Xo'p, bu ishimiz ichiga xolodilnigini, gazi, vitichkasi, moykasi komplekt qilib joylaganmiz. Bu ishimiz razmeri eniga 3.15 bo'lgan, bo'yiga 2.30 joyga chiroyli tarzda tushgan. Xo'p, bu ishimizda ichida yaxshi moykalarni qo'yib berganmiz. Chiroyli tarzda smestitillari, moykalari, bu yerda sushilka, idish teradigan mexanizmlari ham yaxshi davutchilik mexanizmlardan, qoshiq poddomlarigacha tortmalari ham davutchilik variantda bo'lgan. Eng asosiy aytib o'tadigan joyimiz, xo'p, stolishnicasi 4 sm qaran zo'ridan qo'yib berganmiz, xudo xolasa. Gaz, vitichkalarni chiroyli tarzda joylaganmiz. Agar uyni egalari olib bersa, chiroyli qilib qo'yib, o'rnatib joylab ketaveramiz. Bo'lmasa, o'zimiz ham olib kelib joylab berishimiz bor. Xo'p, bu ishimiz ichida xolodilnikning ustini ham tepasida aristonlarga da chiroyli joylaganmiz. Keng ifodalangani. Mexanizmlari hamma yo'g'i yaxshisilardan qo'yilgan. Ruchkalari ham metal, qattiq temirli ruchkalardan qo'yilgan. Xo'p, bu ishlarimizni kafillarni ham ichida qilib bosganmiz. Bu ishimizni 1 metr tepa pastiga keladigan bo'lsak, xo'p, 1 metr tepa pastiga 2.500.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastavkalari besplatniy holatda yasab chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Kimga shunaqa mebellar qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqa chiqarasizlar.